Assalomu alaykum, Angren ahli. Juda ham ko'pchilik bizdan hovli uy bo'lsa, kvartiraga obmen chiqadigan bo'lsa, almashadiganlar bo'lsa, xabarini bering deganda mana bugun sizlar uchun juda ham bitta so'lim go'shadan yangi Angren shahridagi Obloq qo'rg'oni G'ofurg'ulom mahallasi Qamish choyxonasida shundoq 200 metr tepaga chiqqanimizda mana shunaqa 7 sotixli joyimiz sotilyapti. Bu uy bilan adashtirmang. Uy egalari o'zlari hovlisini sotishyapti, ya'ni tomorqasini. Hozir bo'linadigan joyini ko'rsataman. Yoki sotiladi yoki bo'lmasam kimda o'sha almashishga kvartiralar bo'ladigan bo'lsa, almashish imkoniyatlari ham bo'ladi. Bu yoqdan o'sha xuddi mana shu terakni oldidan boshlab bu tomonga ketadi. Narigi tomonni hozir ko'rsataman. Ko'rib tursiz, mevalarimiz mana bunaqa katta daraxtlarimiz bor, chiroyli qilib turib ekib qo'yilgan. Hovlini o'zini butunlay yurib ko'rsatay dedim, chunki juda ham ko'pchilik insonlar izoh yozayotdi. Bitta joyda turmasdan iloji bo'lsa ko'rsating deb turib, mana bu burchagidan narigi burchagigacha hozir ko'rsatib o'taman. Ko'rib tursiz, hovlimizda o'zida 30 tubga yaqin daraxtlarimiz bor ekan. Ko'p mevalarimiz, bu yoqda anjir shaftollarimiz bor, anjirni o'zlari, olmalar juda ham ajoyib holatda bu yil sopdi. Bedalarda aytmaysiz, mana qarang, suv, gaz, svetdan umuman muammo yo'q bu joylarda, hammasi bor. O'shaning uchun ham mana o'tlarni ko'rib tursiz, bedani deyarli yosh bolalar qo'yadigan bo'lsangiz bo'yidan baland bo'lib turibdi hisob bo'ladi. Mana bu joyimizda esa olmalarimiz ham mana juda ham ajoyib holatda bo'lib pishib turibdi. Xo'p, endi uyga keladigan bo'lsak, qayerlar o'zi sotilyapti deydigan bo'lsangiz, mana bu joyda mana bitta omborxonamiz bor. Omborxonamiz ko'rib tursiz, bu yoqda hozir uy egalari narsalari turibdi. Olinadigan bo'lgandan keyin bu joyga yangi egalarga bo'shatib berishadi. Bundan o'tadigan bo'lsak, mana shu joy ochiladi, ya'ni bu tashqaridan eshik bor. Bemalol mana shu joydan o'zlariga eshik qolsa bo'ladi oladigan odamlar. Bu tomonimizda mana hojatxonamiz bor. Hojatxona, bu yog'imizda esa mana hozir nima deydi, yuvinishxona, hammom bor. Hammomga o't yoqadigan joy. Xo'p, hozir ichkariga kirib ko'rsatamiz. Ichkarini ham kiradigan bo'lsak, bu tomonda hozir odamlar yashashyapti ekan. Ikkita xonali xonasi bor va bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda kattagina hammom bor, yaxshigina kafillar bilan qilib qo'yilgan ekan. Bu tomonni o'sha odamlar yashayotgan uchun hozir ko'rsata olmadim. Ikkita xonasi bor bu joyimizda ham. Va tashqariga chiqadigan bo'lsak, bu tomondan ham xuddi shunaqa bitta kiradigan xonasi bor. Bo'linadigan joyimiz mana shu daraxtdan. Daraxtning tagidan bu tomonga bo'linadi. Bu tomon esa uy egalarining o'zlari yashashadi. Birga qo'shni bo'lib turib, yaxshi insonlar bilan qo'shni bo'lgan holatda turasiz. Ko'rib tursiz, mevalarimiz hammalari bor. Bu tomonimiz, pastki tomonlarimiz sotuvda. Qo'yiladigan joyi, bu joyimizga uy egalari $20,500 narx so'rashyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilib turib bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Yoki kvartira almashaman deganlar uchun ham bemalol almashishga murojaat qilsalaringiz bo'ladi.